Kongo futbol jamoasining qishki tayyorgarlik ko'rish o'yini Ispaniyadagi Ebola tufayli bekor qilindi. Business Standard Ispaniya Business Standardda Ebola tufayli Kongo futbol jamoasining jahon chempionati tayyorlanish o'yini bekor qilindi. Jahon chempionati 2026 FIFA muxlislarga stadionlarga qayta ishlatiladigan butilkalarni olib kirishni taqiqladi. yilgi Jahon chempionatining bepul bashoratchisi, finalgacha bo'lgan yo'lingizni taqlid qiling. Uels boshligi Wilkinson aeroportda sayohat xavfsida uxlaydi. Uels terma jamoasi bosh murabbiyi Ryan Wilkinson juma kuni Chernogoriyadagi jahon chempionati saralash o'yinida ob-havo sharoiti yomonlashgani sababli Italiya aeroportida tunashga urinib ketdi. Man City Real prezidentligiga nomzod Holandning va'dasi ustidan qonuniy choralar ko'rish bilan tahdid qilmoqda. Man City Real Madrid prezidentligiga nomzod Erling Haaland saylansa, uni sotib olishini aytganidan so'ng qonuniy choralar ko'rishni ko'rib chiqmoqda.